Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men sizga yangi bir asar o'qib berishdan ilgari bir ishni alohida ta'kidlab o'tmoqchi. U bo'lsa-mu, bundan bir necha kun ilgari men to'rdan bir material izlab yurib, kitap o'qish munbirimizning ko'chirilgan bir betini yo'liqtirib qoldim. Biraz ensirdim, derhal qizimga, qarindoshlarımga telefon berib, ahvolni yetkazgan bo'ldim. Sababi bu betda bizning munbirimizga bütün asarlar ko'chirilishdan boshqa yana bir e'lon qo'shilibdi. Bu e'lon mana bu ko'chirilgan bet, kitap o'qish munbiri. Mana bu yerdagi mushu e'lon. Shares and earn $10. Bunu hem beherlam $10 tapsız. Yani burada texnik qıraq. Bu altın keş sınım okugan altın keş roman nedeki bir betni eniq ko'rdinglar mana shares and earn $10. Şuna bugün bunu alohida eskertip qo'yishni zarur ko'rdim. Qat'iy aramlarda balkim undaq kishilar yo'q bo'lishi mumkin. $10 tapib ekan degan ham xiyolda o'zinglarning ism, familiyalaringlar, adresinglar, bank nomerlaringlardan tortib, mau to'rdagi og'zimni buzib etmay, bulonchilarga berib qo'ymanglar. Xo'sh, bugun sizlarga yangi bir asar o'qib berishdan ilgari huzuringizga o'tganda Gretsiyada Afinada bo'lgan vaqtida topgan yana bir qisqa bir video bor. Shuni huzuringizga sunaman. Xeyr marhamat.
Xo'sh, yuqoridagi qisqa videodan bahra olgan bo'lishinglarni umid qilaman. Bu Gretsiyaning poytaxti Afina shahridagi parlament binosining oldidagi bir ko'rinish. 1821-yili Gretsiya mustaqillik urushida vafot bo'lgan jangchilarni yod etish yuzasidan Gretsiya hukumati 1931-yili nomsiz askarlar qabrisi deb shu parlament binosiningki oldiga bir abida turg'izgan ekan. Shuningdan keyin askarlar ana shu qabrni qo'g'daydi ekan. Bularningki harakatlari, kiygan kiyimlari ilgariki, ya'ni 1821-yili shu urush vaqtida kiygan kiyimlar harakatlarga butunlay o'xshaydi ekan. Shuning uchunmi bu ko'rinish Afinaga kelgan turistlar cho'qim bir kelib ko'radigan bir manzaraga aylangan. Xo'sh, bugun men sizlarga Yalqin Rozining Uyg'unayotgan ajdod ruhi nomli bu kitobiga kirgizilgan asar Uyg'unayotgan ajdod ruhini o'qib beraman. Gapni ochiqni aytsam, bu asarni ilgari men bir o'qigan, ammo kitob o'qish munberimizdan yuyilib ketib qoldi. Shunga qayta o'qib berishni muvaffaq ko'rdim. Xo'sh. Uyg'unayotgan ajdod ruhi. Yazning yezi hesaplanadigan 7-8 oylarda Urumchi nihoyatda zehirkishlik tus oladi. Shuning uchunmiki tuqqan yo'qlashqa, sayla sayohat, komandировкаga, dam olishga, qumga ko'milib, arshonga cho'milib davomishqa boradiganlar tushma-tushdan har tarafga yo'l elishadi. 1996-yili bundaq fursatlarning birarsi-mi menga nasib bo'lmagan yil bo'ldi. Shunda qilib mening ezilangu ham ma'nisiz bu kunlarni xizmat oldirashmi deb yolg'ondan salomlashadigan urumchiliklar arsida to'nish chiroylarga takror do'qirib, to'nish ko'chalarda takror minib, kundan kunga mazisi qolmay batgan xizmatlarni takror ishlab, Jungo bo'yicha amri eng to'van yo'qlamachi boshliqimning kunda 4 vaqt terlab pushildab qiladigan yo'qlamasidan takror o'tkazishimga to'g'ri keldi. Sapasi, barakati yo'q, hayajonsiz bu hayotning texmi ma'nisiz bu kunlarda qo'limga qalam elib, azobliq o'y fikrlarimni yozganmi, ruhiy tasalliga boy esil kitoblarni berilib o'qig'im kelmaydi. Ayolim Zeynab bilan o'g'lim Kamol Turk tuqqan yo'qlab qo'molga ketgan bo'lg'ashqa, ijtimoiy turmushning ma'nsizliklarini birdan bo'lsa-mu unutildiradigan oila illiqligimi yo'qolib, ma'nisizlik uy ichini qopladi. Ta'limga dal shu kunlarda Amerikaning Atlanta shahrida 26-navbatlik xalqaro olimpik tanarkat musobaqasi o'tkazilayotgan bo'lg'ashqa, tun kechada soatlab televizor ekraniga tikilib o'tirib, bu dunyoviy musobaqani tomosha qilib, boshlanish murosimidan tortib oxirlashish murosimigacha bo'lgan 17 kechani televizor oldida saplab o'tkazdim. Bu qitimqi olimpik tanarkat musobaqasining muqaddas mash'alini Amerika nufusining 12%ni egallaydigan qora tanliklar orasidan chiqqan dunyo ig'ir darajalik boks musobaqasining sobiq chempioni, dunyo boks shohi 54 yoshli Muhammad Ali Parkinson kasal tufayli lag'ildab turgan qo'llari bilan tutashtirganda kishi qalbini hayajonga soladigan bu manzardan unutilg'isiz ta'sirotga cho'mgan edi. Keyingi oqshomlari g'alaba qilgan mohirlarning bo'yniga oltin medal esilganda, oltin medal olgan davlatlarning bayrog'i muzik sadosi ichida ko'k ko'tarilganda, 100 minglagan tomoshabinlar g'alaba qilgan mohirlarga olqish sadolarini yangirtib, asabiylikdan xudini yo'qotganda, men bo'lsam televizor ekrani oldida yomg'irda qolgan cho'jadek shumshiyib o'tirib, çanaqlarımdan pur yosh qo'yilgan holda hasrat va havas bilan tartdim.
Qalbimda bir ulug' var qizg'inish cho'qin salatdi. Yurakimni otash kabi armonlar puchalaydi. Men boshlang'ich o'tir maktablarda o'qiydigan chaqlarimda tantarbiya ishlarining muhimligi ta'kidlanadigan tantarbiya ishlarini rivojlantirib, xalqning tan sog'lomligini oshirayli, ho'sharlikni o'stirib, vatanni qo'g'dayli degandek shiorlarni ko'p anglaydim. Nima uchunki bunda yaltiroq shiorlar menda tantarbiya ishlariga nisbatan hech qanday qiziqish qo'zg'ay olmaydi. Çoğ bolğancha gez jurnallardan tanarkat bilan shug'ullanishning tan sog'lomlikka elib keladigan foydasi to'g'risidagi ajoyib tajriba va faktlarni o'qidim. Ularda kishilarning cheniqish va jismoniy emgak bilan shug'ullanganda badanidagi har xil a'zolarning yaxshi fiziologik holati turadiganligi, kasalga bo'lgan qarshilik kuchining kuchli bo'ladiganligi, shunga yetarli harakat miqdorini o'rinlashtirishning to'liq zarurligi ta'kidlangan. Hatto olimlarning tajriba qilish orqali yovi to'shqonning umri 15 yildan yuqori bo'ladiganligini, uy to'shqoni bo'lsa 4-5 yillar yashaya oladiganligini, yovi pilning 200 yildan ko'proq umr ko'radiganligini, ammo hayvonlar bog'chasidagi pilning 80 yil atrofida yashaya oladiganligini, pati itining 27 yil yashaya oladiganligini, ammo uy itining odatda 13 yillar yashaya oladiganligini isbotlab chiqqanligida qiziqarli tajribalar ko'rsatilib, yovvoyi hayvonlarning oziq izlash va dushmanidan mudofialanish uchun qiladigan harakatining miqdori uyda beqiladigan hayvonlarnikidan zo'r darajada ko'p bo'lg'achqa, bu hol ularning umrini uzartishga sabab bo'lganligi tushuntirilgan. Tantarbiya faoliyatlari bilan shug'ullanishning insonning salomatligiga keltiradigan foydasi kishini qilsig'maydigan darajada qoyil qiladi. Ammo biz tantarbiyaning buningdan zo'r foydasining borligini bara-bara to'nib yetdik. Shunga boshqalar televizor oldida mastonilik va zo'qlanish hissiyoti bilan olimpik musobaqasini ko'rsa, bizdeklar tamoman boshqacha hissiyotda o'tirib ko'ramiz. O'ziga bo'lgan milliy ishonchi va iftixorlik tuyg'usi ajoyib kuchli germanlar Ikkinchi Dünya urushidan keyin moddiy va ma'naviy jihatda talto'kis gumron bo'lib, azob, ma'yuslik, ocharchilik, xo'rlik va namratlikning dardini yetkichi tortib, umid va istiqboldan ayrilgan ma'nisiz turmushini qandoq o'tkazishni bilmay turgan yillarda kim ularning milliy ishonchisining turg'izilishiga haqiqiy yo'sinda yordam qilgan? Şüphesizki germanlar bu sualga birdek milliy qahramon Fertis Volter deb javob berdi. Fertis Volter 1950-yillardagi dunyoga mashhur futbol cho'lpini. Ayni yillari u o'z komandasidagilarga yetakchilik qilib o'ynagan har bir maydon futbol musobaqasi germaniyaliklarning turmushidagi birdan-bir ko'ngil ichish edi. Fertis Volter va uning sabdoshlari yakshanba kunidagi 90 minutda o'ynagan top millionlagan germaniyaliklar uchun aytganda kinoxona, qahvaxona va muzika zalining o'rnini olgan. Fertis Volter 1954-yili Germaniya komandasini boshlab, Shveysariyaning poytaxti Bernda o'tkazilgan Dunyo Lonqisi musobaqasining chempioni bo'lib, germaniyaliklarning mag'lubiyatlik urushdan keyin o'ziga bo'lgan milliy ishonchisini turg'izishiga mo'ljalligisiz to'kib qo'shgan. Bu fakt bizga tanarkatning bir tarbiya va tashviqotlarimizda tilga ilib baxmagan texmi qaltis ahamiyatining borligini tushuntirib berdi. Agar tanarkatning mushunda xosiyatlik ahamiyati bo'lmaganda edi, atom bombasiga ega bo'lganda hech qanday tantana qilmagan amerikaliklar 18 yoshli Muhammad Ali 1960-yili Rimda o'tkazilgan Olimpik tanarkat musobaqasining yenik darajaliklar boks musobaqasida oltin medalga erishib, davlatiga qaytganda hukumat taraf oydirimga maxsus uni kutib olgani hurmat qoravullarini chiqarmagan. İftiharlıq to'yg'usiga
çömgen neçe 10 minglagan qor tanliklar bilan oq tanliklar yo'lning ikki qasniqida turib tantana qilishmagan bo'ladi. Taqdir bir millatning o'ziga bo'lgan ishonchisini kuchaytirib, iftixorlik tuyg'usini qo'zg'aydigan bundoq milliy qahramonlarni hamma xalqqa nisb qilib bermaydi ekan. Chunki undaq milliy qahramonlar millionlagan, hatto milliardlagan kishilarga nisbatan g'olib hisoblanadigan bo'lg'achqa, bizdek sondimi, sopodimi nurg'unining kaynida qolgan bir millatning bundaq milliy qahramonlardan tamoyimizmi yo'q edi. Faqat boshqalarga havaslanib qarab turardik. Chunki Yipak yo'li xaroblashgandan buyangi bir necha asr mobaynidagi tarixning tugamas tasqashlari, rahimsizlik bilan takror ahmoq qilishlari bizni jismoniy va ruhiy jihatda so'zlab tugatkusiz kashmishlarga mubtalo qilgan edi. Lekin paxtaning ichida cho'q saqlaydigan taqdir ilohiy milliy vujudimizdagi necha ming yillik hayoti kuchga boy irsi yinning undaq o'ngay yo'qolmaydiganligini isbotlab berdi. Ayni chaqlarda O'rta Osiyoning bepoyon kengliklarida davron surgan Hun chavandozlarining vujudida voyaga yetgan bu xil irsigin bugungi kunda tanarkat munbirda o'zini nihoyat tezlik namoyon qildi. Botirlikqa, tavakkulchilikka, raqobatchanlikqa, xirischanlikqa, hushyorlikqa to'yingan, ammo tarixning chang to'zonlarida ko'milib qolgan bu milliy etnik ruh 21-asrning harpisida yangi boshdan uyg'onishga boshladi. Talant va iqtidorni namoyon qiladigan fursat tug'ilib edi. Mushu bir yil ichida xalqimizning qahramon o'g'illari Abdushukur bilan Odil boshlarga Jungo boks shohi va dunyo bo'shliqi shohi degan tajni kiyishdi. Yoshurun kuchga boy bu millatning fursat va tanlash imkoniyatiga erishsala, o'zining hayotiy kuchini namoyon qila oladiganligi yana bir qitim isbotlandi. Fursat va tanlash talantning gullarini po'rakiltadigan muhim shart. Fursat va tanlash imkoniyati bo'lmagan muhitda olamshumul talant egalarimi odatdagi kishilardan ancha farqlanmagan holda odatdagicha yashab, to'pi ostiga kirib ketdi. Nima uchun nomi tillarda daston qilinadigan qo'mondonlarning hammasi dunyo tarixidagi muhim urushlar bilan munosabatli bo'ladi. Zhuge Liang bambukzorlikdagi kapsidan chiqish fursatiga erishalmagan bo'lsa, tarixdagi talay nomsiz talant egalaridek izderaksiz ko'milib qolmasmidi? Sadir Palvan Sultan Alahun boshligan qo'zg'olonga qatnash fursatiga erishalmagan bo'lsa, odatdagi bir mahallaviy lukchak palvon bo'lib qolmasmidi? U chaqda avlodlar hargizmi elib-bani o'rgangandan boshlab uning nomini yodlamagan bo'ladi. Shunisi hammaga ayonki, Sadir Palvon hargizmi tug'ma milliy qahramon emas, balki kuchtingirligi bilan yurt so'raydigan odatdagi nochalarga o'xshash nochiligini qayerda namoyon qilishni, pamparasitni qayerda joriy qildirishni bilmagan odatdagi bir mahallaviy lukchak palvon edi. Shunga shoir Molla Bilal Benni Molla Yusuf o'zining mashhur dostoni Kitabul G'azab dar mulki Chinda Sadir Palvonni bor erdi ushul jangda tayyorkor, bag'oyat harf duz zo'rkor. Birov qolmagan erdi qaqshatmagan, bir uy qolmagan molini olmagan. 3 o'g'li otasi haroqchi edi ham qaroqchi edi. O'g'irlik qilib kechilar o'ymagan, faqiru g'ani molini qo'ymagan.
Sipahlarga hem zerre boy vermegen, hatun alsa yurtuğa toy vermegen. Bu əyyarının atı sadır idi, yamanlıqda çun rəid şatır idi, dəb təriflidir. Lekin Sultan Əlaxan rəhbərlikdə qozğalğan 1860 yıllardaki ili qozğalını Sadır Palvanğa pəm parastını və küş qudretini həqiqi namayan qıladığan tarixi fürsətini ata qılıb idi. Neçə qitim hücum qılıb, neçə yüz adam ölübmü alalmağan bayanday sepili bilen, küre sepilini Sadır Palvan 3 oğlu bilen buzub taşlap, tariximizdeki namı ölmez milli kahramanğa aylanğan. Elbette, uruş bolmasa Sultan Satuq Boraxanninkidek arğımaq bolsumu söylemge saladığan, Oğuz Xanninkidek ütkür neyzi bolsumu tonurğa kösey qıladığan, Çentömür Batırninkidek misran qilish bolsumu çamğır aqlaşqı işiltidığan gep. Şuna fursat ve tallaşqı erişiş bəkmi muhim. Şundaq aytalaymiz ki, 6 avladıdan beri darvazlıq bilen şoğullanğan adının atı boğularına Sanşa boğuzudan ötüş fursati nesip bolğan bolsa, bu şan şərəfni adının atı boğuları 1-2 əsr ilgirla qolğa keltirgen boladı. Tarix bu fursatni adılğı nesip qilib edi, o hamma kishini hayron qoldirgudek sur'atda Sanşa boğuzudan ötüp dunyoviy shaxs bo'lib qoldi. Adil bizning milliy qahramonimiz, u bizning faxrimiz. O 21 asrning harpisida uyg'onib atgan yoshurun kuchga boy milliy ruhimizning simvoli. 1996-yılı kuz aylarda televizor körüp etip Dünya Vaziyeti programmasida Filippin Zongtong'i Ramos'ның O'rta Sharq, Janubiy Osiyo qatorliq rayonlardagi boy davlatlarga berib, oila xizmatchisi bo'lib ishlab pul tepib, turkumlab davlatiga qaytib kelayotgan necha 100 ming Filippinlik ayolni tashqi perevod zapsining ko'payishiga has qo'shganligi uchun bu ayollar bizning milliy qahramonlarimiz deb madhiylaganligini angladim. Filippinliklar ma'rikorlarni milliy qahramonlarimiz deb faxrlangan yerda biz odildek azimatlarimizdan qanchalik faxrlansakmi arziydi. Adil, botir, tavakkulchi va mag'rur ajdodlarimizning varisi. Uning botirligi bilan mag'rurligi menda o'zgacha ta'sirat paydo qildi. Hammaga ma'lum, Adil Sanşa boğuzudan ötüşdən ilgiri televizor və radiolarda qilchi ikkilanmasdan Amerika tavallikidagi Kanadalik raqibi Kochraynni yengib etadiganligini ochiq oshkora bildirgan. Atalmış kamtarlikka va ehtiyotchanlikqa muxolif keladigan bu ruh dal ulug' ajdodlarimizning ruhidir. Bizning ulug' ajdodlarimizning o'ziga bo'lgan ishonchisi nihoyat kuchli edi. Munosib keladigan mag'rurlikni o'zini chaqinlashtiradigan odatdan tashqari kamtarlikdan ustun ko'radi. Türk xalqlarining Bismarck'i deb ta'riflanadigan ulug' donishmand vazirimiz Bilge Tunyoquq mangu teshig'a har qanday yerdagi xaqalliq xalqlarda mendek odam bo'ladi ekan, ularda nima ham bo'lsin? İltarish xaqan tirishmagan bo'lsa, men o'zim Bilge Tunyoquq tirishmagan bo'lsam, qapag'an xaqan va turk sir xalqi tuprog'ida xalq, odam, inson bo'lmagan bo'ladi deb chektirgan. Ulug' olimimiz Mahmud Qashqariymi men shu turklarning eng so'zmanlaridan, fikrni eng ro'shan bayon qila oladiganlardan, eng zeraklaridan, eng asosliq
qabilaga mansublardan va jang ishlarida usta nayzivozlardan deb maqtangan. Kitabını bolsa abadiy yodikorlik va tutmas tugumas bir boyliq bo'lib qolsin deb ulug' Tangriga seg'inib bu kitobni tuzib chiqdim deb ulug'lagan. Hergizmi saxtkantarlik va yog'lama so'zlarni qilib o'zini va o'z mehnatining qimmatini tubanlashtirmagan. O'ziga bo'lgan ishonchisini sustlashtirmagan. Ro'shanki o'ziga bo'lgan ishonchisi kuchli odamlar mag'rur va ruhli keladi. Ularning g'alabasi emas, balki mag'lubiyatimi kishining havasini keltirdi. Shunga ajdodlarimiz ojizlarning niqobini taqab yurishni ravo ko'rmagan. Mag'rur va ruhli yurishni, o'zini ifodalab yashashni a'lo bilgan. Adil sanchap bo'g'izidan o'tishdan ilgari mana shundoq ajdod ruhini namoyon qildi. Biz shundoq ayta olamizki, agar Adil sanchap bo'g'izidan o'tolmay qolgan taqdirda bizga yana uning jang e'lon qilishdan, xiris qilishdan, o'limdan qo'rqmaydigan botir ruhi miras qolgan bo'ladi. Tangrining qudrati bilan o sanchap bo'g'izidan o'tdi. O'tgandimi kishini tong qoldiradigan zo'r g'alaba bilan o'tdi. Bu biz uchun to'liq ulug' ahamiyatga ega ish bo'ldi. Chunki bu orqali uyg'onayotgan milliy ruhimiz o'zining hayotiy kuchini urg'utishda to'liq zo'r bo'lgan milliy ishonchga erishdi. İşençimiz kamil ki uyg'onayotgan milliy ruhimiz pat arada fursat va tanlash imkoniyatidan mahrum bo'lib qolmasa, har qaysi tür va kasblar bo'yicha sonsiz odillarni vujudga chiqaradi. Chunki bizdek tarixiy kashmishga ega millat uchun aytganda, milliy ishonch kelajakdagi talay g'alaba muvaffaqiyatlarimizning xemirtorichi. Adil bu xemirtorishning bir parchasini bo'shliqdan elib tushdi. Buning uchun Adilga minglarcha tashakkur. 1997-yil yozildi. Ma'qul emsa, salomat bo'ling. Kelar qitimliq asar anglishimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.